ikkinchi qor yoqadi. Nima qilmoqchisan? Senchi nima qilmoqchisan? Daryo bo'yida bittasi bilan uchrashmoqchiman. Yoshlarni qarang. Bolalarga qarang, kapalik qilishmoqda. Kapalik ham arvoh kapalik ekan. Aka, nima qilganingiz bu? Birovlar onaga zor, siz onangizni qo'rqityapsizmi? Nima deyapsan? Bu meni ayolim bo'ladi, og'zingga qarab gapir. Ayog'i, avoy, kene uzr ming bor. Men sal adashib ketdim. Qo'lingni olib, birovni xasmi bo'ladi bu. Bir yo'li xasib ursa ham bo'lardi. Hayat, yuring biz ham tepaga chiqamiz. Tepadan qo'rqmaysanmi, Shirinon? Qo'rqmayman, Hayat. Tepadan nimaga qo'rqadi? Bir oyog'i yerda bo'lsa, ikkisi tepada bo'lib turibdi o'zi. Keltiring, nima ko'ramiz bularni? Voy, nimasini ko'rolmayman buni. Hayat, bular ham 150 yil yashargan. Muhabbatimizdan ham umri 150 yil bo'lsin-a. Papugayni bilmadim, lekin kelini aniq 150 yil yashaydi. Yili papugaymikini? Hayat, biz ham mashriqangi shirin farzandimiz bo'ladi. Birdaniga qiz o'g'il. Dadasi, nevaramiz kelinga o'xshasa kerak. Ko'rinishi o'xshasa mayli, hayoti o'xshamasin. Bolamizga yaxshi niyat qilib lalakudan olib qo'ydi. Bir razmer chiqqan hozir. Mazza, allergiya bermaydi bolamizga. Mahsuloti chet eldan keltiriladi. Ay, lalaku yaxshi, yoshligimdan beri bilaman. O'g'o, lalaku dinozavr paytdan beri bor ekan. Adajon, nima ustimdan kulasiz? Между прочим, yoshlaringiz men qilgan ishni qila olmaydi. Hop. Voy dali. Voy, bu yordi kelin lekin. Sizlar faqat saltoni ko'rdinglar. Beling yaxshimi, hayotim?